Assalomu alaykum aziz do'stlar, birodarlar, bizning doimiy muxlislarimiz. Va albatta sog'liq borasidagi podkastimizni boshladik. Agar savollaringiz bo'lsa, bizga WhatsApp orqali murojaat etsangiz bo'ladi. Bizning WhatsApp raqamimiz +1 301 760 60 70 aziz do'stlar. Bugungi bizning dasturimizning mavzusi esa bu shamollash va sassiq tumov deb ataladi. Lekin oddiy so'z bilan aytganda bu albatta gripp. Albatta kuz keldi, sovuqlar tushib qoldi va bunday kasallik bu tabiiy holatdir. Lekin hozirgida men bir narsaga e'tibor berdimki, hozirgi gripp umuman olib qaraganda shamollash ham boshqacharoq bo'lmoqda. Nimaga desangiz, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, har safar shamollab qolganingizda isitma ko'tariladi, siz o'zingizni behol his qilasiz va yotib qolasiz. Lekin bundan 5 yil avval qaraydigan bo'lsangiz, sassiq tumovda hech narsa emas, gripp. Shamollab qolibman-da deb dori-pori ichib turib ketardik, to'g'rimi? Aziz do'stlar, umuman olib qaraganda, agar biz qaraydigan bo'lsak, bu sassiq tumov deymiz, lekin aynan pandemiyadan keyin juda ham ko'p kasalliklar avjiga olgan, ayniqsa gripp ham mutatsiyaga kirdi va bu aytaylikki yaxshi emas. Qanday qilib aynan mana shunday mahalda men o'zimni himoya qilsam bo'ladi degan savol kelganda, albatta bu oddiy holat aziz do'stlar. Birinchi o'rinda bizning turmush tarzimiz qanday va immun sistemamiz qanday ishlaydi. Umuman olib qaraganda, ko'pchilik aytishi mumkinki, mening hayot tarzim qanday qilib bunga ta'sir qiladi deb. Ikkinchidan, albatta stress holatlarini, stress vaziyatlarini kamroq qilishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Uyqungiz yaxshi bo'lishi kerak. Albatta, agar bilasizmi, olimlar shuni albatta isbotlaganki, agar uyqu va stress kam bo'lsa, siz immun sistemangizga yordam bergan bo'lasiz. Ko'proq albatta bu foydali elementlarni iste'mol qilish, ya'ni bu vitamin C va vitamin D'dir. Chunki aynan mana shular og'ir infeksiyalarni albatta yordam beradi sizga kurashishga. Va albatta qanday qilib qachon boshlanadi aynan mana shu gripp va shamollash vaqti deganda, albatta aziz do'stlar, bu har xil bo'lishi mumkin. Masalan, menda agar men o'zimni olib qaraydigan bo'lsam, aziz do'stlar, kulgili, lekin odamlar aytaylikki qishda kasal bo'ladi, bu kasallik bilan kuzda, bahorda kasal bo'lishadi. Men esa aziz do'stlar, kulgili bo'lmasin qanchalik, lekin bu men yozda bo'laman. Aynan jazirama issiq mahalda men mana shu kasallik bilan yotib qolaman va ko'pchilik aytadiki, qanday qilib issiq, jazirama, qanday qilib inson kasal bo'lishi mumkin deyshadi. Aziz do'stlar, va bu yil men yozda kasal bo'lganimda afsuski aziz do'stlar, shunday bo'ldiki, men bir haftaga yotib qoldim. Isitma tushmaydi. Har xil dorilar, har xil antibiotiklarni iste'mol qildim. Hech narsa yordam bermaydi. Burning qanday bitayotgan bo'lsa bitadi. Isitma tushmaydi va uni ustiga yana bir narsa bo'ldiki, tomog'dan oldi. Aziz do'stlar, men tanzilit degan kasallikka duch kelib qoldim. Va bunday kasallikni, umuman hech bir kasallikni dushmanimga ham ravo ko'rmayman, lekin aynan mana shu tanzilit eng yomon ekan. Ovozim umuman yo'q, isitma ko'tarilgan, hattoki suvni ham iste'mol qila olmayman aziz do'stlar. Shuning uchun ham bu yerda albatta shifokorga murojaat etishimga majbur bo'ldim. Va shifokor ko'rib, sizda mana shu sassiq tumov, tanzilit ikkalasi bir bo'lib, mana shunga olib keldi deb aytadi. Lekin hozirgida agar biz sizlar bilan grippni, sassiq tumovni oladigan bo'lsak, afsuski shunday bo'lib qoldiki, statistika shuni ko'rsatadiki, hozirgi gripp o'limga ham olib kelishi mumkin ekan. Agar kimda deydi immun sistemasi kuchli bo'lmasa deb aytadi. Va
kimda xronik kasallik mavjud bo'lsa deb aytadi. Ayniqsa grippning turlari mavjud ekan. Biz sizlar bilan bu to'g'risidagi oldingi podkastlarimizni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana agar biz grippni aslini oladigan bo'lsak, aziz do'stlar, bu albatta o'ta yuqori bo'lishi mumkin ekan. Ana shu A virusi, aziz do'stlar, qarangki, million odamgacha butun dunyo bo'ylab odamlarni kasal qilar ekan. Bu 3 milliondan to 5 milliongadir, aziz do'stlar. Va bu eng og'ir vaziyatlardan biri ekan. Bu grippdan 650 ming odam vafot etar ekan. Shuning uchun ham shifokorlar mana shu gripp deganda bejizgina bizga kuchli dorilarni yoki yaxshi bo'lmasangiz, demak, mana shu immunitet sistemangizga ehtiyot bo'ling. Mana shunday mahsulotlarni iste'mol qiling deb aytadi. Albatta, aytaylikki, zamonaviy tabiiy dorilar ham mavjud, aziz do'stlar, lekin hammamiz bilamizki, biz juda ham ko'p iste'mol qilganimizda, ayniqsa mana yozda biz iste'mol qilsak bo'ladiki, yoz shunday bir fasllardan biriki, unda meva, sabzavotlar yaxshi bo'ladi, pishib qolgan bo'ladi va mana shu arzon bo'ladi va mana shu mahalda biz albatta o'zimizni immunitetimizni kuchga to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Men bu yil men yana ustimdan tajriba qilib o'tkazdim. Men masalan bananni umuman xush ko'rmayman, aziz do'stlar, lekin bu yil men o'zimga shunday bir aytaylikki ratsionimga kirgizdimki, mana shu yoz ichi o'zim xush ko'rmaydigan, lekin foydali meva sabzavotlarni iste'mol qilishga majbur qildim, aziz do'stlar. Chunki masalan 30 dan oshganingdan so'ng albatta, aziz do'stlar, bu yerda immunitet sistemasi va bizning ekologiyamizni agar oladigan bo'lsak, inobatga bunday profilaktika o'ta foydali desak ham bo'ladi. Vitamin C ni hammamiz bilamiz, aziz do'stlar, u juda ham yaxshi narsalardan biri bo'ladi. Bu yerda aytmoqchimanki, biz vitamin C ni albatta hozirgida dorilar mavjud, vitaminlar mavjud, uni iste'mol qilsak bo'ladi, lekin baribir biz qaysidir bir mahalda kimdir aytadi, yo'q, men uni iste'mol qila olmayman deb aytadi. Vitamin D esa eng yuqori va eng kuchli vitaminlardan biri hisoblanadi, chunki aynan mana shu narsa ko'rsatdiki, vitamin D bizdagi bo'lgan mana shu bizning nafas olish yo'llarimizga, ayniqsa mana shu grippga o'xshaydiganlarga albatta profilaktika singari juda yaxshi ekan, aziz do'stlar. Sink esa bu bizning eng muhim minerallardan biri, sog'lig'imiz uchun ham, bu immun sistemamizga. Agar bizda sink kam bo'lsa, demak bizda organizmimiz past bo'ladi va biz grippga qarshi organizmimiz tura olmaydi, aziz do'stlar. Xo'sh, biz albatta aytmoqchimizki, bu yerda qanday qilib iste'mol, buzina degan narsalar bor, salotka, buni hammamiz bilamiz, lekin bizning turmush tarzimiz, umuman olib qaraganda biz qanday olib bormoqdamiz? Bizning hayotiy turmush tarzimiz bizga yordam beradi gripp bilan, shamollash bilan kurashishga, aziz do'stlar, chunki bu eng yaxshi narsalardan biri va stressni kamaytirishimiz kerak, ovqatimizga qarashimiz kerak, uyqumiz qanchalik, albatta to'liqmi, to'liq emasmi va shunday sabzavot, mevalarni iste'mol qilishimiz kerakki, u yerda A, C, D vitaminlari mavjud bo'lishi kerak, aziz do'stlar. Ha, hozirgida ayniqsa mana shu shamollash va sassiq tumovning ayniqsa faslidir. Shuning uchun o'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling deb aytamiz. Biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz.